Estağfurullah. Bir odam g'irtkayib, yo'lni o'rtasida stavasmoy bo'lib yuribdi. Ishqilib mashinaga tashlamasa bo'ldi. Как раз men yo'limga chiqyapti. Estağfurullah. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Hasbunalloh va ni'mal vakil. Mast odamni ko'rganingizda yerda yumalab kirchir yotganda undan men afzalman demasligimiz kerak. Misol uchun hozirgi holatidan sizni hozirgi holatingiz ko'rinishi yaxshi bo'lishi mumkin. Qalbni egasi Alloh biladi. Uni oqibati nima bo'ladi, meni oqibatim nima bo'ladi. Shuning uchun tasavvuf har doim mana shunga o'xshagan holatlarda o'zini taftish qilishlikni buyuradi. Nafs tarbiyasi shunaqa bo'lishi kerak.